Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. 1929-yili 4-oyda Jiang Jieshi Li Zhongrunning Guangxi armiyasini tarmar qilib, amaliy kuchini zo'r darajada kuchaytirdi. Keyin Gomindang ichida yangi so'z-cho'chaklar tarqaldi. Bu so'zlarda tig' uchi G'arbiy Shimol armiyasining rahbari Feng Yushangga qartilgan edi. Ba'zilar Feng Yushang Astrtdan Sovet ittifoqidagi Ruslar bilan aloqalashayotdi. Buningga hujjat isbot bo'la oladi desa, ba'zilar Feng Yushang bilan Li Zhongrun birlashib markazga qarshi turyotdi dedi. Yana ba'zilar Feng Yushang bilan Yan Shishan birlashib Jiang Jieshini og'dirib tashlamoqchi dedi. Arqa-arqadan portlatish voqeasi yuz bergan Xenan o'lkasi Feng Yushangning boshqarish tavasida. Undaqda bu portlatish voqealari rostli Feng Yushang bilan munosabatlikmi? So'z-cho'chaklarning asosi bormi yoki Astrtdan ig'vo tarqatganlarmi? Ashu tutish buyrug'i zodi qandoq ish? Amaliyotda temir yo'lni portlatishga Feng Yushang buyruq tushirgan edi. Shu chaqda u Jiang Jieshining milliy hukumati markaziy armiyasiga qarshi turib, Tongandagi harbiy bazada jiddiy askar o'rinlashtiryotdi. Uning harakati Jiang Jieshiga jinoyat ortish fursati yaratib berdi. Uzun o'tmay Gomindang markaziy komitetining hujjatida Feng Yushangga partiyaga osiylik qildi degan jinoyat bekitildi. Necha oyning oldida Feng Yushang texi milliy hukumatning harbiy ishlar ministri edi. Qanday qilib u biroqla partiyaga osiylik qilgan bo'lib qoldi? Bu qisqagina yuznecha kunda bir-birini Akufka deb atashilgan Jiang Jieshi bilan Feng Yushang nemishqa bir-biridan yuz o'raydi? 1929-yili 1-oyning 25-kuni milliy hukumatda ish bajarayotgan Jiang Jieshi ushtumtut bir parcha xatni topshirib oldi. Xatni Feng Yushang yozgan edi. Xatda yaqinda uxlay olmaslik kasalim qayta qo'zg'aldi. Doktor nervi zaiflashibdi deb diagnoz qo'ydi. Shunga kayfingga qaytib davolanay deyman. Ruxsat bergaysiz. Xanjang imzosi deb yozilgan. Feng Yushang og'rib qoldim deb ushtumtut ketib qoldi. Buning orqasiga qanday sir yoshirilgan? Anchada shtatdan qisqartirilgan xodimlarni qaytarish yig'inida nurg'un ziddiyat ko'rilgan. Li Zhongrun bilan Yan Shishanlar g'ippada tikib etgan. Faqat Feng Yushangni yolg'iz qo'yib qolgan edi. Bir kuni tushdan burun Feng Yushang yig'inga qatnashgan. Jiang Jieshi so'z qilib, ba'zilar hozir markazning buyrug'iga bo'yintoqlik qilyotdi. Bu Yaponiyaning yaqinqi zamon tarixidagi bir ahvolga o'xshab qoldi. Yaponiyaning yaqinqi zamon tarixida bargoh davri bo'lgan. Ayni chog'da Takomori Saigo ismli generalni o'z ichiga olgan nurg'un baglar markaziy hukumatga qarshi chiqqan edi. Men bizning bu Jitanjunning bosh qo'mondonlarining bu Takomori Saigodek bo'lib qolmasligini umid qilaman, dedi. Takomori Saigo Yaponiyaning Mingji yilida yangilikqa ko'chishdagi davlat ordi muhofazatchisi, bargohga qarshi urushda to'kib qo'shgan. Yangilikqa ko'chish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin harbiy kengaymachilikni hadda tashabbus qilgan. Tashabbusi qarshilikqa uchraganlikdan hukumatga qarshi qurolliq to'plan ko'targan. Feng Yushang ayni chog'da Jiang Jieshining so'zini olgandan keyin to'limi bearam bo'lgan. Chunki shu chog'da Yan Shishan bilan Li Zhongrun yo'q edi. Jiang Jieshi uninga qaratib so'zlagan edi. Shunga u Jiang Jieshi meni Takomori Saigoga o'xshatdi deb qaragan. Shunga u yig'in tugmayli ketib qolgan. Uyga qaytib kelgandan keyin uning bak ochchig'i kelgan. Eshikdan kirib da shapkasini ustalga tashlab, "Jiang bosh qo'mondon hadislar Takomori Saigoni tilga oldi. Hozir nədimi Takomori Saigodek odam bo'lsin. U kimni demoqchi?" deb ochiqlab ketgan. Shu chog'da u kutilmagan bir qarorni chiqargan. U tushdan keyin Xenanga qaytamiz degan. Jiang Jieshi oldirab tinab Fuku vokzaliga kelganda poyezd mangay deb qolgan edi. Feng Yushang uning bilan mundaqla salomlashib qo'ygan. Poyezd gudik berib yo'lga chiqqan. Bu ko'rinish beliq oltin qarmoqdan qutulib, beshini ling'ishtirib, quyruqini shipanglatgancha kamasga ketdi degan so'zni eslatdi. Feng Yushang aylanib yurib oxiri o'z joyini topdi. Bu chaqda Feng Yushang ko'nglida yangi cho't so'qishga boshlagan edi. Jiang Jieshining o'z qo'shinini kengaytirib, boshqa qismlarni qisqartishi nurg'un kishilarni norozi qilgan edi. Uning Jiang Jieshining o'yi bo'yicha askar qisqartgisi yo'q edi. Shunga fursat kutib biror ish qilmoqchi bo'lgan edi. Nahayta tezla Jiang Jieshi qo'shini bilan Li Zhongrun qo'shini o'tirsida urush partildi. Jiang Jieshi bilan Li Zhongrun odam avatib Feng Yushang bilan so'zlashdi. Li Zhongrun Feng Yushangni o'z yiniga tortmoqchi bo'ldi. Natijada Li Zhongrun qattiq umidsizlandi. Feng Yushang Li Zhongrunning nurg'un safarliklarini ko'rsatib berib, Gomindang markaziy komitetiga qat'iy bo'ysunish qarorini bildirdi. Jiang Jieshi Shao Lizini Feng Yushang bilan so'zlashishga avatdi.
Jiang Jieshi Li Zongranga qaraganda xeyli ko'p do tikdi. Feng Yuxiangga pul berib qolmasdan yana amalmi berdiganligini bildirdi. Ya'ni Jiang Jieshi, siz Li Zongranga qaratilgan jazo yurishiga qatnashsangiz, keyin sizni ma'muriy mahkamaning boshlig'i qilaman. Guangxidagi Hunan Hubei sizning tavayingizga o'tadi deb va'da bergan edi. Feng Yuxiang buning qo'shildi. Bo'ladi, men sizga yordamlashay dedi. Feng Yuxiang kutgan natija har ikki tarafni so'qishga selib qo'yib, o'zi tomosha ko'rib, demini elib olish edi. Shu chaqda Feng Yuxiang jazo yurishiga qatnashmoqchi bo'ldi. Qaysisiga jazo yurishi qiladiganligini aniq aytmadi. Ammo bir muncha e'lon chiqarib, ustiga xoinga jazo yurishi qilamiz deb yozdi. Xoinning kimligini aniq yozmadi. Vaziyat Feng Yuxiang o'ylagan tarafga qarab rivojlanmadi. Jiang Jieshi qon to'kmayla Wuhanni ishg'ol qildi. Jiang Jieshi qo'shini bilan Li Zongren qo'shini o'rtasidagi urush nihoyatda tezda oxirlashdi. Orqadan Jiang Jieshi keyingi nishonning Feng Yuxiang ekanligi to'g'risida Nanjing tarafdan xabar keldi. Feng Yuxiang zo'r baloga ofatning yetib kelayotganligini sezib turganda, tuyuqsiz yuz bergan bir ish uning o'ylig'ining to'g'riligini isbotladi. Feng Yuxiangning tug'i ostiga bir qancha general to'plashgan bo'lib, hammasi uningga ko'p yil agashgan edi. Ularning ichidagi biraylarning ismi Sun Liangqing bo'lib, uning urushda ko'rsatgan to'hfasi ko'rinarlik. Jang qilish mahorati ustun bo'lg'achqa, Feng Yuxiangning qattiq e'tiborlashiga erishgan. Ammo yaqinda Sun Liangqing sal beoramsizlik turatdi. Sun Liangqing shu chog'dagi milliy hukumatga qarashli Shandong o'lkasining raisi bo'lib, Tay'an atrofidagi 10 necha nahiya bozorini boshqarardi. Chunki Shandong o'lkasi tavasida Jinan, Qingdao va Jiaozhou temir yo'li bo'yidagi joylar boy joylar bo'lib, temir yo'l va dengizga chiqish eg'izi bor edi. Ilgari Germaniya ishg'oliyatida bo'lgan, keyin boshqarish huquqini Yaponiya armiyasiga o'tkazib bergan. Shunga Sun Liangqingdan iborat bu raisning quruq nomi bor edi. Bir yildan ko'proq maslahatlashish orqali Yaponiya armiyasi chekinish qaroriga kelib, bu rayonlarni milliy hukumatga qaytarib berdi. Jiang Jieshi ko'p qatam oshkora holda Shandong qatorliq joylarning tavallik huquqini qo'lga olsalar, darhol Feng Yuxiang armiyasini Shandongda turg'izadiganligini, Sun Liangqingni bu ishlarga mas'ul qiladiganligini bildirdi. Sun Liangqing bu xabarni anglab qattiq xush bo'ldi. Biroq 14-aprel ahvolda tuyuqsiz o'zgarish bo'ldi. Anchada Nanjing milliy hukumati Feng Yuxiang Sun Liangqinglarga Jinanga kirishga bo'lmaydi. Shandongning ishlarini markaz bir tutash bejiradi deb buyruq tushirgan. Bu buyruq Sun Liangqingning qattiq g'azabini qo'zg'agan. O Jiang Jieshini nomardlik qildi deb ayblagan. Ondaqda Jiang Jieshi nima uchun lavzida turmaydi? Yana nima deb Sun Liangqingga Shandong o'lkasini to'liq topshirib bermaydi? Sun Liangqing Jiang Jieshiga telegram yo'llaganda Jiang Jieshi qo'shini bilan Li Zongren qo'shini o'rtasidagi urush boshlanmagan bo'lsa-mu, ammo vaziyat qalb ustida edi. Albatta bu chog'da Jiang Jieshi Feng Yuxiangni ranjitib qo'ysa bo'lmaydi. 4-oyning o'rtalarida Jiang Jieshi bilan Li Zongren o'rtasidagi urushning natijasi bekitilib olingan edi. Jiang Jieshi Feng Yuxiangning chiroyiga qarab ish qilmasa bo'lmaydi. Feng Yuxiang Jiang Jieshi muhim paytda yoltib oldi. Buningda cho'qin bir hiyla bor deb qaradi. Darvaqa uning Jiang Jieshidan norozi bo'lib, boshqa kuchlar bilan birlashib, Jiang Jieshiga qarshi turadiganligi to'g'risidagi ig'volar Nanjingda hadab tarqalishga boshladi. Feng Yuxiang og'rib qoldim deb Xi'anning atrofidagi Huashan teg'iga yoshirinib oldi. Jiang Jieshiga nisbatan aytganda, Li Zongren bilan bo'lgan urush oyoqlashgandan keyin yana bir nishoni tabiiyla Feng Yuxiang edi. G'arbiy shimol armiyasi shu chaqda Jong'odagi 4 cho'ng o'lkani ishg'ol qilib olgan bo'lib, odami ko'p, amaliy kuchimi eng kuchli edi. Feng Yuxiang o'zini nurg'un janglarni boshdan kechirgan bo'lib, ta'siri kuchli edi. Uningdan boshqa Jiang Jieshi Feng Yuxiangdan katta tatdi. 1926-yili shimolga yurish qilish mezgilida ikki guruhdagi militaristlar birlashib, Feng Yuxiangga zarba berib, uni bir mahal taxtdan tushib, Sovet ittifoqiga berishga majbur qilgan edi. Bu chaqda Feng Yuxiang Kompartiya bilan Sovet ittifoqi tarafining yordamini qabul qildi. 1926-yili 5-oyda Feng Yuxiang ondan haqiqat izlash, vatanni, xalqni qutqizishdek qizg'inligi bilan vatanga qaytib, shimolga yurish qilish urushiga qatnashdi. Jiang Jieshi Feng Yuxiang bilan Kompartiya o'rtasidagi quyuq munosabatdan izchil xotirjam bo'lolmadi. U Huashan teg'iga orqa-orqadan odam avatib, Feng Yuxiangni Nanjingga qaytib kelishga taklif qildi. Har xil o'sak so'zlar, shundaqla mushu kunlarda yuz berayotgan nurg'un ishlarni anglagan Feng Yuxiang Jiang Jieshi Shanshiga askar avatulu degan so'zlarning hargizmi o'sak so'z emasligini biladi. U qayta o'ylanib, oxir oldin qo'l selishni qaror qildi. Feng Yuxiang darhol qat'iy qarorga kelib, Jiang Jieshining buyrug'iga ochiq qarshi chiqib, o'zining Nanjingga qaytishni xohlamaydiganligi ham Guangxi qo'shinining mag'lub bo'lishidagi tajriba saboqlarini xulosalaydiganligini aytdi.
Feng Yuxiang Li Zongrenning yılan bağrı sap tartish taktikasini qo'llangan bo'lsa-mu, urush liniyasi bak uzun bo'lg'achqa oxirida mag'lub bo'ldi deb qaraydi. Shun u Tungandan iborat bu temir bak sepidan foydalanib, Jiang Jieshi bilan tirkashmoqchi bo'ladi. Shuning bilan u Tunganni chekinib turib qo'g'dash, urushga puxta tayyorlik qilish buyrug'i tushirdi. Jiang Jieshi Feng Yuxiangning bunda qo'shin urlashtirishni ko'rib, ancha oldirabmi ketmaydi. Burunqidaklar Feng Yuxiangga telegramma yo'llab ahvol so'raydi. Ya'ni burunqidaklar odam avatib, uni Nanjingga qaytib kelishga nasihat qiladi. Biroq Feng Yuxiangmo burunqidaklar uningga pisand qilmaydi. Bularning hammasi Jiang Jieshi kutgan natija edi. Feng Yuxiangning eng ansiraydigani Hubei va Shandongda turishliq milliy hukumatning markaziy armiyasi bo'lib, ular o'zining markaziy rayoniga yaqin edi. Yanshi Shanning Sanshi armiyasi o'zining shimolida bo'lib, orqa-orqadan birlashib zarba berib qolsa, oqibatini tasavvur qilmoq tez edi. Shuning bilan Feng Yuxiang Xenan tavasidagi temir yo'lni portlatib o'tishga buyruq tushirib, Shanshiga kiradigan barliq qatnash yo'llarini o'zgartirdi. Feng Yuxiang jiddiy harbiy yig'in ichib, keyin yuz berish ehtimolliga bo'lgan urushga taqobil turdi. Biroq bir qitimliq yig'inda odamni o'ng'aysizlantiradigan ahvol ko'rildi. G'arbiy Shimol armiyasining generali hammalarning ko'z oldida o'rnidan dast turib oldiga chiqib, G'arbiy Shimol armiyasining mashq maydonida tizlandi. Bu tizlangan arzodi kim? Bu tizlanish keyin bo'ladigan Jiang Jieshi Feng Yuxiang urushiga qanday zo'r o'zgarish olib keldi? 1929 yili 5-oyning oxiri Feng Yuxiang Tungan mashq maydonidan yo'lga chiqishga tayyorlangan G'arbiy Shimol armiyasidagi ofitser askarlarga bir parcha urush e'lon qilish xatini o'qib o'tdi. Bu mundaq dedi: "Tunugungi Feng Yuxiangga urush e'lon qilaman. Ilgari Jiang Jieshini himoya qilishim, shimoliy militarizmlarga qarshi turib, Sun Zhongshan apandini himoya qilish uchun edi. Hozir davlatni, xalqni qutqizish uchun Jiang Jieshiga qarshi chiqdim." Feng Yuxiang orqadan ichilgan harbiy ishlar yig'inida Tunganning suv yo'lidan foydalanib ochliq o'tkash ham askariy kuchni o'rinlashtirib o'z tavalligini mustahkamlash, qo'g'dashni talab qildi. Biroq o'ylamagan ish shu bo'ldiki, yig'inda bir aylan tuyuqsiz uning so'zini bo'lib Bu kishi dal Han Fuju edi. Feng Yuxiang G'arbiy Shimol armiyasida mutlaq nopozliq shaxs. U so'zlaganda har qanday bir odam uning gapini bo'lib o'tishga jur'at qilmaydi. Uning qo'l ostidagi generallarning hammasi uningga itoat qiladi. Han Fuju Xebeylik bo'lib, Feng Yuxiangning yaqin generali. U munolarni bildirdi. O'tir tuzlanlikdan chekinib, Shanshi Gansuni ching saqlash yaxshi tadbir emas. Men 100 ming sarxil askardan tashkillangan Shiga boshchilik qilib, Sun Liangchang boshchiligidagi armiya bilan ikki yo'lga bo'linib, Guangshining qoldiq kuchlari bilan birlashib, Shuzhouni bo'ylab Nanjingga tegish qilishni xohlayman. Han Fuju Feng Yuxiangning so'zini bo'lib o'rnidan turib so'zlagan. Yana kelib shuncha ko'p foydalan degan bo'lsin, lekin Feng Yuxiangning chiroyida mansitmaslik ifodasi ko'rindi. Beshida u chidab o'ltirgan bo'lsa, oxirida g'azab bilan: "Hey, shuntek, sen nimani bilasan? Sirtqa chiqib tizlan" degan. Han Fuju o'ylig'i chiqib, güppida qilib yak tizlangan. Harbiy ishlar yig'ini 2 soatdan ortiqroq ichilgan. Feng Yuxiang sirtqa chiqib, Han Fujuning yanida tizlanib turganligini ko'rgan. Uniga qayib o'rnidan tur. Bu yerda yana yuzimni to'kib yurma degan. Han Fuju o'rnidan turdi-da, otga minib ushqanda ketib qoldi. Uning bu qitimga ketishi xuddi ota boladek o'tgan Feng Yuxiang bilan Han Fujuga nisbatan munosabatining uzil-kesil uzilganligidan derak beradi. Uzun o'tmay Jiang Jieshi bilan Feng Yuxiangning so'qishi boshlandi. Jiang Jieshi qo'shini yerlikning yarshakli, shundaqla Feng Yuxiangning askar sepi va askar o'rinlashtirishini 5 qo'ldek bildigandek qiladi. Jiang Jieshi qo'shini nihoyatda tezla Xenan o'lkasidagi muhim yo'l Xeyshuganni ishg'ol qiladi. Sun Liangchang Xeyshuganga yetib kelganda Feng Yuxiang qismlarga qo'shin tartib yo'l bo'yi zarba berib kelayotgani dal bir oy ilgari Feng Yuxiangga tizlanib yolvorayotgan G'arbiy Shimol armiyasining qo'mondoni Han Fuju ekanligini ko'rdi. Han Fujuning asiylik qilishi amaliyotda tasodifiy bo'lgan emas. Shimolga yurish qilish mezgilida G'arbiy Shimol armiyasi Tianjin, Beipingni ishg'ol qilganda Han Fuju qo'shin boshlab oldida mengib, cho'ng to'yib ko'rsatgan. Ammo Feng Yuxiang faqat Sun Jingliang qatorliq kishilarni o'stirib, Han Fujuga sal qaragan. Han Fuju Feng Yuxiangning qo'l ostidagilarning amalini o'stirganda o'zini o'stirilganligi, xatolik o'tkazganda bo'lsa o'zini jazolaganligidan og'ringan. Feng Yuxiangning armiyani idora qilishda alohida usuli bor bo'lib, feodal oila boshliq tizimini qo'llanadi. Qo'l ostidagilarga azaldan kibrlik qilmaydi. Masalan, Han Fuju Jigenchi ismli changchilar orqasini to'qalliq olganda Feng Yuxiangning maskara qilishi uchragan edi. Bu vaqtda Han Fuju ixtiyorsiz boshqa bir aylarni asga oladi. U bo'lsa Jiang Jieshi edi. Jiang Jieshi Han Fujuni ko'p qitim ko'rgan. Har qitim uchrashganda uni Shangfang birodar deb ataydi. Song Meilingmo Han Fujuning ayoliga qimmat baholiq sovg'a bergan edi.
Han Fuju ilgari Jiang Jieshi o'qimishli kishilarni hurmatlash jihatda Feng Yushangdan ustun turdi degan edi. Shunga u Tonggandan ayrilgandan keyin o'zining yaqin va ishonchli odamlarini darhol yig'ib Jiang Jieshidan panohlik tilamoqchi bo'ldi. Xonanning Nanyangda yana bir maydon o'yin davomlashyapti. Nanyangdagi barliq lujanglar va qo'mondonlar bir kashlik ziyofatga chaqirilgan. Kashlik ziyofatni o'rinlashtiruvchi bo'lsa, chiroyi odatdagidek pokinak bir kishi bo'lib, uning ismi Shi Yusan edi. U aslida Feng Yushangning qo'l ostidagi 13 harbiy amaldorning biri edi. U barliq lujang va to'njanglarni yig'ib, qattiq va yumshoq vositalarni tang ishlatib, ularni o'ziga agishib, birlikda Jiang Jieshidan panohlik tilashga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Aslida Shi Yusanning janjigar do'stidan Han Fuju edi. Ikkalan birlikda harakatlanib, o'zlarining qo'shinini boshlab, Feng Yushangdan yuz o'rib, Jiang Jieshidan panohlik tilamoqchi bo'ldi. Jiang Jieshiga nisbatan G'arbiy Shimol armiyasining ikki dongli harbiy amaldorini qo'lga keltirish aniqki, nihoyat xushallarlik ish edi. Li Zongren ilgari Jiang Jieshiga bir Feng Yushangga taqobil turish oson, necha 100 Feng Yushangga taqobil turish tez degan. Bu so'z izchil Jiang Jieshining esida edi. Li Zongren Feng Yushangni yig'ishtirish nihoyat oson. Ammo uning qo'l ostida kuchli qo'mondonlar ko'p. Uning qo'l ostidagi angliq qo'mondonlarning har birini kichikroq Feng Yushang deyishga bo'ladi. Feng Yushang xuddi bir tiziq marjonni bog'lab turgan shipdek rol o'ynaydi. Feng Yushangni yig'ishtirganlik mushu shipni uzib etganlik bilan barobar deb qaraladi. Uzib etilsa bir tiziq marjon har tarafga shishilib ketadi. Jiang Jieshi zodi qanday tadbir qo'llanib, Han Fuju va Shi Yusan'ga o'xshash Feng Yushang bir qo'lliq tarbiyalab yetishtirgan sarkardalarni o'ziga to'liq bo'ysundirgan. Jiang Jieshi G'arbiy Shimol armiyasini parchlash uchun yana o'zining ko'ni hunarini ishga solgan. Biri pul, biri amalni dasmoyi qilgan. Pul jihatda u g'oyat zo'r moliya yordami qilgan. Amal jihatda Xina, Anxuy o'lkalarining raisligini yamchuk qilgan. G'arbiy Shimol armiyasidagilarning soni ko'p. Yana kelib yil bo'yi sovuq rayonda yashaydi. Moddiy ashyolari kamchil edi. Oziq-tulik masalasi G'arbiy Shimol armiyasi duch kelgan eng qiyin masala bo'lib qolgan edi. Jiang Jieshiga nisbatan aytganda, uning qo'lida cho'ng huquq bo'lganning sirtida yana Jiangsu, Zhejiang moliya zo'migarlari uni iqtisodiy jihatdan qurbining yetishiga qo'llaydi. Uningga nisbatan pul ancha cho'ng masala emas edi. U namratli qishida kun o'tkazayotgan G'arbiy Shimol armiyasining bu qo'mondonlarini yuqori mansab berib o'ziga qaratishni to'limi orzu qiladi. Jiang Jieshi Han Fujuni darhol G'arbiy Shimol armiyasining bosh qo'mondonligiga, Shi Yusan'ni 13-yo'l armiyasining bosh qo'mondonligiga tayinladi. O'zining go'shini o'zining yig'ida qo'rish taktikasini qo'llanib, vaziyatni o'zining foyda elish yo'nalishiga o'ngishliq boradi. Han Fuju qatorliqlarning yuz o'rishi va o'zining harbiy ishlarida orqa-orqadan o'ngsizlikka uchrashi tufaylidan Feng Yushang qo'y sarbiga duch keldi. Endi urush qila olishimi mumkin emas edi. Uning endi birdan-bir qila oladiganini qanday qilib o'ziga nijotlik yo'li qoldirish edi. Tarixda mag'lub bo'lgan millatlarga odatda chet elga chiqib ketish yoki siyosiy sahnadan chekinish buyuriladi. Jiang Jieshi o'z vaqtida bayonot e'lon qilib, el orasidagi to'polonchilar o'zining va'dasiga xiloflik qilganlar agar chet elga chiqib ketaman desa, markaz ularni himoya qiladi degan. Feng Yushang bu so'zdan o'zining davlat ishida qolsa bo'lmaydiganligini bilgan. Feng Yushang 27-may G'arbiy Shimol armiyasini ishonchli sarkardasi Lu Junlinning vaqtliq boshqarib turishiga havola qilib, siyosiy sahnadan rasmiy chekinganligi to'g'riliq telegramma yo'llagan. Telegramida u bundan keyin xilvat joyda ilm tahsil qilib, itoatchan puhra bo'laman degan. Feng Yushangning o'z qo'shinidan ayrilgisi yo'q edi. Qo'shiniga mehri bor edi. Masalan, Han Fuju uningga osiylik qilgandan keyin u azoblanib xeyli vaqtgacha as-hushini yo'qotgan. Hatto kunlarning birida ularni gunohiga tövbe qilib, qaytib keladi deb xiyol surib yurgan. Feng Yushang ketish yoki ketmaslik ustida bosh qotirayotganda kayni-kaynidan kelgan telegrammalar uning qo'liga topshirildi. Tonggan bargohida G'arbiy Shimol armiyasining ko'p qism sarkardalari Yan Shishanni turaqsiz, o'zgarishchan odam deb qaraydi. U Feng Yushangni Tongganda turib qilishga undadi. Bu chaqda bir kishi salomga keldi. Bu kishining ismi Li Shuching bo'lib, u Sunjongshan apandiga agashgan koni inqilobchi edi. Buningda ilgari Feng Yushang bilan xeyli yaqin o'tgan edi. Feng Yushang koni tunishini ko'rib, o'zini gunohkor hisoblab hasrat chekdi. Li Shuching Feng Yushangni ko'rgandan keyin ta'sirli so'zlar bilan siz fursat kutib qaytadan hujumga o'tmoqchi bo'lsangiz, cho'qim o'zingiz bilan bir yo'ldagi yordamchiga muhtoj bo'lasiz. Agar siz bilan Yan Shishan hamkorlashsa, Jiang Jieshi albatta oldiroqsonlik bilan harakat qo'llana olmaydi dedi. Feng Yushang bu gaplarni anglab nihoyat ta'sirlandi. Qayta o'ylangandan keyin bola vaqtisini ilib Sanshiga berishni xohlaydiganligini bildirdi.
Feng Yuxiang bilan Jiang Jishining urushi Feng Yuxiangning mag'lubiyati bilan ayollashdi. Ketadigan chaqda u ko'ziga yosh olgan holda sarkardalarga askarlarni yaxshi mashqlantirishni, bo'shanliq qilmaslikni topoladi. Ondan bola chaqalarni elib paraxodga o'ltirib, Shanshining Finglingdoga qarab yurib ketdi. Endi Jiang Jishining faqat Yan Shishandan iborat bu zirak va qobil raqibida qoldi. Halbuki başdan oxir o'zini ko'rsatmagan Yan Shishan qandoq cho'sqiyotgandi? Feng Yuxiangni kutib turgani ofatmi yoki omadmi? Ata, o'tir tuzangdagi Keskin jang nomli 5 qismlik chatma filmning 4-qismiga nazaringlarni ag'dirg'aysizlar. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.